Ulug'bek, shuncha odamlarni qiynab yubordingiz. Meni ham podpislarimni qanaqa mashina oldingiz? Aka, Ya, aytmasingiz bo'lmaydi. to'g'risini aytaymi? Ha. E'tiborgilarim kelyapti. Hop. Lekinchi mana shu intriga qilish o'zimni g'ashimga kelyapti. Ha, BMW Mercedes shani ayting bo'ldi. BMWmi? Qarang, bunaqa hayb qilib, mana intriga qilish niyatim yo'q to'g'risi. Hop. Prosta mashina tayyor emas. Hozir shuni o'tib haydab ketaman, bo'ldi. Yo'q, shuni bo'ldi. Men qarang, BMWni qaysi model aka? Yo'q. Siz ko'rgansiz. BMWchilar bo'lsa, mana shu videoga like bosinglar. Mana BMWchilarning oilasiga mittimay kirdi. Qaysi model otganligini kommentariyga qoldirsanglar. Aka top qo'ysa, men realni zo'r sog'am bor. Mengam. Yo'q, podpislarga kim topsa. Podpislarni yozamizda. Hop, aziz siz aytaverasizmi, qaysi modelligini, ha? Bilmadim, lekin BMW olganiga xafa bo'ldim. Ha, yo'q. Sizchi, g'ulom? Ha, Mersi xiyonat yo'q, ha? Abdurahimchi, qani? Zo'r, aka, men boshqa yoqda turibman. Ha, yo'q. Bo'ldi, bizda baribir ko'pchiligimizni. Aka, o'zi men tomosh yurdim esimdan. O'sha paytda li berib qoldi, cho'si. Majbur haydadim. Balkim yaqinda yig'latib qolar yana Ulug'bek. Mersi berib qolishi ham mumkin. Birisi yig'lamaydi. O'sha gap, BMWchilar like bosinglar, Mersilar kommentariy qoldirasizlar. Nima demoqchi edingiz? Yo'q, bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, tugadimi? Shuni o'tirib haydab ketaman.